o'shani so'ramoqchimda. Qanaqa Haqiqatda yo'q, menda $200. bitta Xitoy yuruvdi. Menda bittasini sozlab keyin bitib yozib aka $110 deydi. Yo'q, $110. Ya, men allim ma'lum. Bunisini hech bilmaydim, buni $100 deydi. Bunisini so'ra. Qaysi biri? Seriymi? Kulrangmi? Toyota'mi? Ha. 150 yutdim. $100 deydi. $100 dan. Arqbuloq bozori, quyosh panellari makoni. O'zi bu bozorda quyosh panelidan tashqari narsalar ham sotilarmikan? Ko'zimga Junson degan do'kon ko'rindi. Kelinglar shu do'kon kirib, nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Mana Junsonga ham kelib oldim. Bitta kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlar? Tuzumsizlar? Do'konni ko'rib turibsizlar. Har xil o'yinchoqlar bor ekan. Mamlaqa velosipedga o'xshagan moped deysizlarmi, mamlaqalari deysizlarmi, 2 kishilik, 3 kishilik o'tiradiganlik har xil skuterlar bor ekan. Hozir sotuvchining o'zidan so'rab ko'ramiz. Mana shu bor. Mana shu bor. Ha. Bundan tashqari yana nima bor? Mana ko'chada. Ko'chada ham. Значит, tashqarida yuk olib yuradiganlari ham bor. Tapka bo'yicha ham bor mana. Hop, sizlarniki o'shanda brendmi yoki o'zingizlar olib kirasizlarmi yoki qanaqadir brend faqat? O'zlari olib kiramiz, lekin brendovый narsa faqat ma'lum. Ha. Bu znak brend. Yadi nima deyiladi bu? To'ppatur, Yadi. Narxdan qarang. Bular brendovый narsalari yadiga, masalan, mana bu ikkita oqidan $1000. $1000 dan. Mana bu uchta $1100. Nimaga qimmat? Farqi bormi nimadirdi? Bu sal kuchliroq, shunaqa deymiz. Mощность, ya'ni dvigatelida значит-da. Mощliroq. Masalan, bu tezligi 60, bu значит 80-70 km tezligi bor va baqattaroq. Ha. Baho. Bunaqasi ham bor. Masalan, bu $500 danmi? Bu $500, lekin bu o'ziga zaryad berar ekan. Qanaqa qilib zaryad beradi? Masalan, chuqur joyda tushyapsiz. Ha. Samokat bo'ladi. G'ildirak aylanadi. Aylangan samoto'kka o'xshab o'zini o'zi aylantirgani uchun u tok ishlab chiqaradi. Tok ishlab chiqaradi. Zaryad berar ekan. Shu uchun bu 70 km точно yuradi. Qaysidan? Mana bu $250 aka. İşte. Baqirib ketib Alhamdulillah. Mana shu tegishliman. 300 edi. Ala, o'tgan kun men endi sizga munosib hech pul dedim, 110 dedi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas 110 aka. Bu даже 150 ga bormaydi. Tushmaydi. Gaplashib ko'ring o'zi bilan. O'zi bilan gaplashib ko'ring emas. Yana tushmaymiz-ku. Endi o'shani so'ramoqchimda. Qanaqa yo'q, menda $200. bitta Xitoy yuruvdi. Menda bittasini sozlab degan. Keyin bitib yozib aka $110 deydi. Yo'q, $110. Ya, men allim ma'lum. Bunisini hech bilmaydim, buni $100 deydi. Bunisini so'ra. Toyota'mi? Ha. 150 yutdim. $100 deydi. Siz $100 ga olsangiz mana olaman.